AQSh yaqin kunlarda Eronga zarba berishga tayyorlanmoqda. Bloomberg: AQShning yuqori martabali rasmiylari yaqin kunlarda Eronga ehtimoliy zarba berishga tayyorlanmoqda. Bu haqda manbalarga tayanib Bloomberg nashri xabar berdi. Bu Batyam turar joy mahallasi. Bu yerda voqea taxminan 40 daqiqa oldin sodir bo'lgan. Ko'rib turibsizki, bu ko'p qavatli uylar urilgan. Atrofimizda qo'shnilar va favqulodda vaziyatlar xodimlariga nima bo'lganini bilishga intilayotgan odamlar dengizi bor. Biz hozirgina og'ir burg'ulash uskunalariga o'xshagan yigitlarni paydo bo'lganini ko'rdik. Unda ma'lum qilinishicha, ehtimoliy hujum 21-22 iyun kunlari ehtimol ham bor. Shu bilan birga AQShda bir nechta federal agentliklarning yuqori rahbariyati ham zarbaga tayyorgarlik ko'rmoqda. Manbalarning ta'kidlashicha, AQSh yetakchisi Donald Trampning AQShning Eron-Isroil mojarosiga aralashuvi haqidagi pozitsiyasi so'nggi kunlarda respublikachi ittifoqchilarning bosimi tufayli keskin o'zgargan. Manbalarga ko'ra, senator Lindsey Graham Janubiy Karolinadan respublikachi Trampni faol ravishda Tehronga qarshi harbiy choralar ko'rishga chaqirgan. The Wall Street Journal avvalroq xabar qilganidek, Tramp 17-iyun kuni kechqurun yordamchilariga Eronga hujum qilish rejasini ma'qullaganini, ammo uni amalga oshirishga hali buyruq bermaganini aytdi. Chunki u Tehron yadro dasturidan voz kechishiga umid qilmoqda. Isroil 13-iyunga o'tar kechasi Eronga qarshi harbiy operatsiya boshladi. Oradan bir necha kun o'tmay Islom Respublikasi javob hujumini amalga oshirdi. Keyingi kunlarda mamlakatlar yanada ko'proq zarbalarni almashmoqda. Ikkala tomon ham ushbu hujumlar oqibatida qurbonlar va jabrlanganlar haqida xabarlar berib, bir qator nishonlarga zarbalar berishda davom etmoqda. Muhim 24 dunyoning eng global yangiliklari bilan davom etadi. Tramp va nihoyat Eron-Isroil mojarosi bo'yicha tilga kirdi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp Putin bilan bo'lgan suhbat haqida gapirib o'tdi. Ammo bu borada Putin tomoni halicha biror nima degani yo'q. Xo'sh, ular nima haqida gaplashdi? Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp Rossiya rahbari Vladimir Putinning Eron inqirozini hal qilishda vositachilik qilish taklifiga hozircha qiziqish bildirmayotganligini ma'lum qilgan. U so'zlarida shunday degan: "Men kecha u bilan gaplashdim. Bilasizmi, u vositachilikka yordam taklif qildi. Men esa avval Rossiya-Ukraina masalasini hal qilishimiz kerakligini aytdim", degan Amerika Qo'shma Shtatlari yetakchisi. Tramp shuningdek Rossiya va Ukrainani ahmoqqa chiqargan va yana bir bor "Agar men prezident bo'lganimda Ukraina urushi hech qachon sodir bo'lmasdi", deya ta'kidlab o'tgan. Kreml esa Putin va Tramp o'rtasida bo'lgan yangi telefon suhbati haqida hozircha jim turmoqda. Ammo bu sukutga qarshi 14-iyun kuni Moskva va Washington Putinning Tramp bilan Yaqin Sharqdagi vaziyatning keskinlashuvi yuzasidan telefon orqali suhbatlashganini bildirgan edi. Manbalarga ko'ra, suhbat bir necha soat davom etgan. Aniqrog'i, bu mazmunli va eng muhimi juda foydali suhbat bo'ldi, degan edi Rossiya prezidentining yordamchisi Yuriy Ushakov. Tramp esa 14-iyun kuni Truth Social tarmog'ida Putin bugun ertalab menga qo'ng'iroq qilib, tug'ilgan kunim bilan tabrikladi. Lekin bundan ham muhimi, biz Eron masalasi haqida gaplashdik. Putin bu mamlakatni juda yaxshi biladi, deb yozgandi. Trampning ta'kidlashicha, suhbatda Ukraina masalasiga anchagina kam vaqt ajratilgan. Eslatib o'tamiz, Eron birinchi marta jangovar sharoitda ikki bosqichli o'ta og'ir ballistik Sajil raketasini uchirdi deb xabar berdi Tasnim agentligi. Raketaning uchish masofasi 2000 kilometrni tashkil etadi. Jizzaxda er kerak deb kelin ko'ylakdagi chiqishlar bo'lib o'tdi. Xabaringiz bo'lsa kerak, Jizzaxda er kerak deb kelin ko'ylakdagi chiqishlar bo'lib o'tganda. Jizzaxda 8 nafar qiz kelin libosda er kerak deb yozilgan plakatlar bilan markaziy ko'chalarda yurib, ijtimoiy tarmoqlarda e'tibor qozongan videorolikni aks ettirgan. Ma'lumotlarga ko'ra, bu harakat go'zallik saloniga tegishli reklama roligini suratga olish maqsadida amalga oshirilgan. Viloyat oila va xotin-qizlar boshqarmasi bu holatga zudlik bilan aralashib,
jarayonni to'xtatgan hamda ishtirokchilarga milliy qadriyatlarga hurmat va jamiyatdagi axloq odob qoidalariga rioya qilish yuzasidan tushuntirish ishlarini olib borgan. Shuningdek, er so'rab yurgan qizlar ogohlantirilgani ham xabar berildi. Hozirda holat yuzasidan qizlarga va go'zallik saloni rahbariyatiga tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Eron-Isroil yakuniy ssenariy haqida ma'lumotlar bormi? Eron-Isroil o'rtasidagi mojaro hozirgi kunda juda murakkab va noaniq holatda davom etmoqda. Yakuniy ssenariy haqida aniq bashorat qilish qiyin, chunki vaziyat turli omillar, harbiy harakatlar, xalqaro mediatorlik, ya'ni AQSh, Xitoy va boshqa davlatlarning iqtisodiy bosimlar va har ikki tomonning siyosiy maqsadlari ta'sirida. Ammo shunga qaramasdan quyidagi ehtimollar mavjud ma'lumotlarga asoslanib taxmin qilinishi mumkin. Cheklangan harbiy to'qnashuv. Ba'zi manbalarga ko'ra, Eron Isroilga qarshi bir nechta hujumlar uyushtirib, qasos sifatida o'z aholisiga taassurot qoldirishi va keyin tinchlikka qaytishga urinishi mumkin. Isroil esa Eronning yadroviy va harbiy obyektlariga zarba berishni davom ettirish ehtimoli yuqori. AQSh va boshqa davlatlar mojaroni kengayishdan saqlash uchun diplomatik choralarni ko'tarishi mumkin. Masalan, Eronning Hormuz bo'g'ozi orqali neft tranzitini to'xtatish xavfi global iqtisodiy inqirozga olib kelishi mumkin. Bu esa tinchlik muzokaralarni tezlashtirishi ehtimoli yuqori. Ammo yomon ssenariy ham bor. Agar mojaro kengayib, Eronning yadroviy qurolga ega bo'lishi yoki to'liq harbiy urushga aylanish xavfi yuzaga kelsa, bu Yaqin Sharqda katta inqirozga sabab bo'lishi mumkin. Biroq hozircha bunday holatning oldini olish uchun har ikki tomon ham ehtiyotkor harakat qilmoqda. Vaziyat doimo o'zgarib turibdi va so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, aniq yakuniy natijani ko'rish mumkin bo'lmayapti. Xalqaro ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlardagi fikrlar turli xil bashoratlar berayotgan bo'lsa-da, ammo bular faqat taxminlardan iborat. Eng muhimi, urushning oldini olish uchun diplomatik yechimlar izlanishi kerak. Lekin hozircha barqaror yechim ko'rinmayapti. Isroilning Turkiyaga qilayotgan tahdidi borasida nimalar ehtimoli bor? Isroilning Turkiyaga qilayotgan tahdidi haqida hozirgi ma'lumotlar asosan siyosiy tarangliklar va ijtimoiy tarmoqlardagi fikrlarga asoslanib muhokama qilinmoqda. Ammo aniq va tasdiqlangan harbiy tahdid haqida hech qanday rasmiy dalil yo'q. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'an va boshqa rasmiy shaxslar Isroilning Falastin, ayniqsa G'azodagi harakatlarini qattiq tanqid qilib, uni genosid deb atagan va savdo aloqalarini to'xtatgan. Bu Turkiya-Isroil munosabatlarida keskin pasayishga olib kelgan. Xalqaro platformalarda, ayniqsa Xdagi postlarda ba'zi foydalanuvchilar Isroilning Turkiyaga qarshi potensial tahdidlar haqida gapirishmoqda. Masalan, Turkiyaning Suriyadagi faolligi yoki G'azodagi pozitsiyasi tufayli keskin javob bo'lishi mumkinligi haqida fikrlar yuritilgan. Biroq bu fikrlar ham rasmiy ma'lumotlar bilan halicha tasdiqlanmagan va ko'pincha subyektiv baholar sifatida qaralmoqda. Yana bir tomoni bor. Turkiya NATO a'zosi bo'lib, bu uning xavfsizligini ko'rsatadi. Lekin Erdo'g'onning Isroilga qarshi keskin bayonotlari vaziyatni murakkablashtirishi ehtimoli bor. Webdagi ma'lumotlarga ko'ra, Turkiyaning Suriyadagi faolligi Isroil uchun strategik xavf sifatida ko'tarilishi mumkin. Lekin bu hozircha to'g'ridan-to'g'ri harbiy tahdid emas, balki siyosiy bosim sifatida namoyon bo'lmoqda. Umuman olganda, Isroilning Turkiyaga qarshi aniq harbiy harakatlari haqida hech qanday ishonchli dalil yo'q. Lekin ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarning yomonlashuvi kelajakda ehtiyotkorlikni talab qilmoqda. Vaziyatni kuzatish va rasmiy manbalardan kelib chiqish eng to'g'ri yondashuv bo'ladi. Ha, siz haqsiz. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'anning so'nggi nutqlarida Isroilga qarshi keskin pozitsiya bildirayotgani ham haqiqat. Lekin bu uning urushga tayyorlanishini aniq ko'rsatmaydi. So'nggi chiqishlarida, masalan 2025-yilning iyun oyidagi bayonotlariga qaraylik. U Isroilning G'azodagi harakatlari, Eron va boshqa mintaqaviy masalalarda bosqinchilik va genosid bilan ayblab, xalqaro hamjamiyatni choralar ko'rishga chaqirmoqda. Isroilning G'azoda butun dunyo ahli ko'z o'ngida sodir etgan genosidi, Livan va Suriyada amalga oshirgan, o'ylamasdan qilgan harakatlari barchamizning qalbimizni o'yga to'ldiradi.
O'sha Isroil endi qo'shnimiz Eronga hujum boshladi. Eron yadroviy inshootlarni nishonga olish bahonasida uyushtirilgan hujum aslida juda keng qamrovli va makkor maqsadlarga ega ekanligi kundan kunga oydinlashib bormoqda. daha iyi anlaşılıyor. Erdo'g'an Turkiyaning Falastin xalqini qo'llab-quvvatlash va mintaqada tinchlik o'rnatish uchun harakat qilishini ta'kidlagan, lekin bu urush degan ma'noni anglatmaydi. Hozircha bu diplomatik pozitsiya va siyosiy bosim kabi ko'rinmoqda.